tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Rahmat, yaxshi to'ylar. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning navbatdagi xaridorlarimiz Buxorodan kelishdi. Assalomu alaykum, Shohnamoz aka. Qayerdan, necha xonali kvartira oldingiz, qaysi blokdan? 4-blokdan 3 xonali. 3 xonali kvartira. Tayyor remontli, kadastrli bir xonadondan olibsiz-da. Kadastr. Kimga oldingiz? Nima munosabat bilan? Qizimga olib berdim. Mana qizlariga shu yerda ishlaydiganlar, shularga olib berdilar. Qanaqa fikringiz? Nimaga Tavrabdan Yangi O'zbekiston masjididan tanladingiz xonadon? Ishxonasiga qulaylik uchun Lokatsiya qulay, keyinchixonaga yaqin. Remontlari-chi? Remontlari ma'qul. Siz qanaqa bitdi masalan uy sotib olishda? Tez bitti, hammasi mukammal, tez bitti. Boshqalarga nima maslahat berasiz? Qolganlar biz ham Kelishlarini, ko'rishlarini bizga ma'qul bo'ldi. Biz ham 2 marta urishmadik. Shu nimaga to'xtadik, shu qarorga shu yerdan olishni ma'qul ko'rdik, shu yerdan oldik. Rahmat. Xursandmiz. Ya'ni boshqalarga ham shu taklif qilamiz. Kelib ko'rishsin, olishsin, nasib qilsa hammaga ham shu kelib olishinglar. Mana bu yerda Shohnamoz aka ayollari bilan qizlar ekanlar. Sizlarga ham yoqdimi? Birinchi manimchalik o'zi ayollarga yoqsa keyin olinadi-da. Yo'qda. Spasibo большое. Yaxshiligiga xizmat qilsin, yaxshiliklarga faqat to'ylar qilinglar xonada o'yladi. Rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlar ham kelib o'zingizga yoqqan, orzuyidagi xonadonlarni olinglar. Tavrab komfort hayot uchun to'g'ri tanlov.